Hammaga salom, o'zbek tilini kashf etishda davom etamiz. Bugun nobob degan so'zni ko'rib chiqmoqchiman. Nobob degani, bob degani ingliz tilida fitting, appropriate degan so'z degani, to'g'ri keladigan deb ishlatamiz. Shuning uchun ham ishlatmaymiz. O'zbek tilida shu nobobni ishlatishimiz kerak. Qaysidir o'yga, qaysidir ideyaga, hamma shu ideyani qilayotgan bo'lsa, siz nobob bo'lsangiz, siz shu ideyaga to'g'ri kelmaysiz. Qaysidir standart, qaysidir normadan tashqari degani nobob. Ingliz tilida juda ham kuchli so'z bor, non-conformist degani. Ya'ni conform degani hamma nima qilayotgan bo'lsa, o'sha narsani qilish, conform. Non-conform degani shuni chappachasi. O'zbek tilida shu noboblik degan ideyani olg'a sursa bo'ladi. Startaplar industriyasida ko'p ishlatsa bo'ladigan so'z. Keyin nobob nisbatan ishlatiladi har doim. Xatti-harakatingiz yoki ishingiz qayerdadir nobob bo'lmasligi mumkin. Qayerdadir appropriate, o'zini joyi bordir. Lekin shu kontekstda nobob bo'ladi. Nobob nimaga nisbatan deb savol beramiz. So'zni tushuntirishga shunaqa ko'p vaqt ketyapti, chunki bu so'zni eshitgan bo'lsak ham yaxshi ishlata olmaymiz, qaysi payt ishlatilishini tushunmaymiz. Natijada o'zbek tili unaqa boy emasdek ko'rinib qolishi mumkin. Aslida shunaqa kam ishlatiladigan so'zlarni ham ishlatsak, ancha literate, literaturniy, adabiy gap kundalik hayotimizga kirib ketadi. Men shuni tarafdoriman.